Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga bolakay istimalaganda nima sababdan uning ishtahasi yo'qoladi degan savolga javob berib o'taman va bir necha tavsiyalarni aytib o'taman. Demak, boshladik. Harorat ko'tarilganda bolada ishtaha deyarli yo'qoladi. Chunki organizm energiyani ovqat hazm qilishga emas, balki infeksiya bilan kurashishga yo'naltiradi. Shuning uchun bola yemasa bu xavotirli emas. Aksariyat holatlarda esa bu me'yoriy holat hisoblanadi. Harorat paytida ovqat yemaslik bu fiziologik holatdir. Isitma paytida qorin og'riydi, tomoq qizaradi va shu sabab bola ovqatni rad etadi. Majbur qilmang bu paytda, bu juda muhim hisoblanadi. Asosiy qoida ovqat emas, suyuqlik berish muhim. Isitmada eng xavfli narsa suyuqlik yo'qotish. Bolaga quyidagilarni bering, ya'ni iliq suv, kompot, albatta shakarsiz bo'lishi kerak, sho'rva suvi yoki turli xil aptekada sotiladigan suvlar. Choy yoki iliq suv berishingiz mumkin, albatta shakar qo'shmasdan. Agar bola ovqat yemasa ham suyuqlik ichsa, shuni o'zi yetadi. Agar ovqat yeyishni xohlamasa, aslo bolani majburlamang. Majburiy ovqatlantirish quyidagilarni keltirib chiqarishi mumkin, ya'ni qayt qilish, ko'proq yig'lash, ovqatdan qo'rqish, isitmani yomonlashtirish. Buning o'rniga yumshoq variantlar taklif qiling, ya'ni kartoshka pyuresi, sabzavotli bulyon, banan, olma pyuresi, sutli bo'tqa agar yoshiga mos bo'lsa. Yogurtlar agar tomog'i og'rimayotgan bo'lsa, lekin bola bularni ham rad etsa, qayta taklif qilmang, 1-2 qoshiq yesa yetarli hisoblanadi. Isitma tushirilgandan keyin ishtaha yana qaytadi. Parasetamol yoki ibuprofen berilganda 20-40 daqiqa ichida isitma normal holatga qaytishi kerak. Bola ancha holati yumshab qoladi, harorati tushadi, ishtahasi qayta izga keladi. Shu payt kichkina yengil ovqat taklif qilsa bo'ladi. Qachon xavotirlanish kerak? Agar bola 24 yoki 48 soat ovqat yemasa ham yuraversa, lekin agar suyuqlik ham ichmayotgan bo'lsa, siydik kamaysa, harorat 39 gradusdan tushmasa, boshini ko'tarmasa, hushyor bo'lmasa, qayt qilishi ko'paysa, 1 yoshdan kichik bo'lsa va isitma 38 gradusdan ham yuqori bo'lsa, albatta bu vaziyatda shifokorga murojaat qilish kerak. Uy sharoitida qilinadigan eng yaxshi amaliy choralar esa birinchisi yengil kiyintirish. Isitma paytida ko'p o'rash isitmani oshiradi. Xona harorati 20-22 darajagacha bo'lishi kerak. Shamollash, bola yengil nafas oladi, demak ushbu holatda xonani shamollatish kerak. Sovuq emas, iliq doka bilan artish. Sovuq suv isitmani ko'taradi, iliq suv esa tushiradi. Quchoqlab tinchlantirish, stress isitmani oshiradi. Shuning uchun bolani erkalab, quchoqlab o'ziga keltirish muhim hisoblanadi. Yengil ovqatlar taklif qiling bolangizga, lekin aslo majburlamang. Ya'ni yuqorida aytib o'tganimdek sabzavotli sho'rvalar, banan, yogurt, non yoki pyure. Isitma paytida bolalarda ishtaha yo'qolishi mutlaqo normal hisoblanadi. Eng muhimi suyuqlik ichirish, ovqat emas albatta. 1-2 kun davomida kam yeyishi xavfli emas. Majburlab yedirish umuman taqiqlanadi. Harorat tushgach bola o'zi yeyishni boshlaydi. O'ylaymanki, shu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.